varial o'tishimizdan oldin aytib o'tishim kerak. Bu Cdagi asosiy struktura hisoblanadi. Ya'ni bunga boshqacha qo'shimchalar ham qo'shish mumkin, lekin boshlang'ich va keyinchalik ham eng asosiysi bu aynan shu include, int, main, print deb yozishimiz bu eng asosiy qismi hisoblanadi. Aynan shu orqali keyinchalik ham katta dasturlar yozish imkoniyatiga ega bo'lishimiz ham mumkin. Endi o'zgaruvchilar haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni variable, ya'ni bu o'zgaruvchi deb nomlanadi. Juda ham ko'p o'zgaruvchilar bor. Ayniqsa Cda juda ham ko'p qismlarga bo'lib berilgan va hozir mana bu yerda long, double, char, string, float, integer kabilar berilgan. Lekin eng asosiysi biza bugun float bilan integerga ko'proq e'tibor qaratamiz va shular bilan bog'liq masalalar bo'yicha ko'proq tanishib o'tamiz. Demak, davom ettiramiz. Integer, ya'ni bu integer deganimiz bu butun son degan ma'noni anglatadi. Ya'ni uni butun qismi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bunda faqatgina butun sonlarni qabul qiladi. Masalan, int son, ya'ni son degan o'zgaruvchi -15. Ya'ni bu faqatgina minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha faqatgina o'ziga butun sonlarni qabul qila oladi degan ma'noni anglatadi. Demak, keyingi o'zgaruvchimiz bu float. Float degani bu haqiqiy son degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu masalan float o'zida, ya'ni virgulli sonlarni ko'proq qabul qiladi degan ma'noni anglatadi. Buni e'lon qilishi ham float, haqiqiy son, ya'ni nom berasiz va teng qo'yib sonni yozasiz. Ya'ni buni tipi float, name haqiqiy son, qiymati esa 1,5 degan ma'noni anglatadi. Kelinglar endi buni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Birinchi bo'lib biza intda son qiymat berib olamiz. Iloji bo'yicha har bir terminni inglizcha ishlatishga harakat qilishimiz kerak, chunki keyinchalik ham aynan bu bizada juda ham keng yuzlashadigan muammo vaziyat hisoblanadi. Chunki deyarli barcha dasturlar ingliz tilida yozilgan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha inglizcha ishlatishga harakat qilishimiz kerak. Har bir sonni hozir birinchi bo'lib butun son deb 5 degan qiymatni berib olamiz va keyin yana butun son deb 6 deb olsak, bu endi 6 ni qabul qilib o'tadi. Xohlagancha buni o'zgartirib borsak bo'ladi. Endi printf deb d foizni berib olib butun son deb yozamiz. Endi hozir o'zi bu joyda foiz degani nimaligini ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'zi har bir terminni, ya'ni integer, floatni o'ziga yozish kerak bo'lgan sonimiz bor. Integerni printf deb chiqarmoqchi bo'lsak, foizni deb belgilaymiz. Floatni esa chiqarmoqchi bo'lsak, foiz f deb belgilab o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozir endi ishlatib ko'ramiz. Mana bu foiz degani bizga faqatgina hozir raqamni tarjima qilib berayotgan so'z hisoblanadi. Ya'ni masalan butun son xitoycha so'z bo'lsa, foizni inglizcha bo'lsa, ya'ni o'shani o'zini tiliga moslashtirib oldi degan ma'noni anglatadi. Biz hozir birinchi bo'lib chiqarishimiz uchun masalan bu raqam deb yozib olsak bo'ladi. Bu o'zimiz uchun qulay bo'lish uchun, ya'ni ajratib olishimiz uchun, tushunishimiz uchun xizmat qiladi. Hozir buni endi biza run qilsak, ekranga qaysi son chiqadi deb o'ylaysiz? Albatta butun son, ya'ni 6 soni chiqadi. Tekshirib ko'ramiz. Run qilib ishlatib tekshirib ko'ramiz. Hozir mana ekranda 6 soni chiqdi. Endi buni orqasiga mana shu belgini qo'yib qo'ysak, ular orasidagi masofani saqlash uchun xizmat qiladi. Ya'ni bir-biriga qo'shilib qolmaydi. Endi mana shuni 5 sonidan keyin tushirib qo'yadigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Hozir qilib ko'ramiz. Bunda nima chiqadi deb o'ylaysizlar? Albatta bunda 5 soni chiqadi. Agarda 6 tagidan ham qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bunda 6 ham soni chiqadi. Sababi kompyuter shunaqa qurilmaki, u dasturni tepadan boshlab pastga qarab o'qiydi. Shuning uchun birinchi 5, keyin 6 soni chiqadi. Hozir buni float uchun ham tekshirib ko'ramiz. Endi shuni unutmangki, bir xil nom berib bo'lmaydi. Shuning uchun number 1 deb
number 1 deb raqamlab olamiz va bu 381 ni berib, buni ham printf qilib ekranga chiqaramiz. Endi bunda foiz fdan foydalanamiz. Ya'ni bunga so'z ham, ya'ni matn ham kiritib olsak bo'ladi. Masalan, o'zimizga qulay qilib bu son, keyin 2 nuqta qo'yib, u ham o'zimiz uchun qulay bo'lishi uchun foiz f deb belgilab olsak bo'ladi. Keyin o'zgaruvchini ham kiritib o'tishimiz kerak, chunki aynan o'sha nom bilan o'sha nom, ya'ni belgilagan nomimiz bilan o'shani ekranga chaqirib berishi uchun. Oxirdagi nuqta virgulni ham unutmasligimiz kerak. Run qilamiz endi. Run qilsak, mana nollar bilan chiqib kelyapti. Endi bu nollarni yo'qotish imkoni bormi desangiz, albatta bor. Buning uchun biza kodimizni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Kodimizni oldiga 2 qo'yib qo'ysak, ya'ni virguldan keyin 2 ta son chiqarib beradi. Mana run qilamiz, 381 chiqib kelyapti. Endi agarda 1 qo'yadigan bo'lsak, unda bizaga faqatgina virguldan keyin bitta son chiqarib beradi, ya'ni 308